bizga yuksak ishonch bildirib, Osiyo Olimpiya Kengashining 46-bosh assambleyasini mamlakatimizda o'tkazayotgani uchun kengash rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiraman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tinchlik va do'stlik elchisi bo'lgan sportning butun bashariyatni, jumladan biz yashayotgan Osiyo qit'asi xalqlarini birlashtirishdagi o'rni va ta'sirini hech narsa bilan o'lchab baholab bo'lmaydi. Bugun mana shunday tarixiy anjumanda sizlar bilan go'zal va betakror yurtimiz zaminida uchrashib turganimizdan mamnunman. Yangi O'zbekiston barcha davlatlar bilan sport sohasida ko'p qirrali hamkorlikka hamisha tayyor. Bu sharafli yo'lda sizlar kabi yaqin do'stlarimizga eshiklarimiz ham, yuraklarimiz ham doimo ochiq.